Eskirgan an'anaviy kasblar o'rnini zamonaviy yangi kasblar egallab bormoqda. Baxti kamolini belgilab beruvchi bitta mezon hisoblanadi kasb. 412 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha stipendiyalar to'lanishi joriy qilindi. Yangi O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy mahorat tanlovini o'tkazish nazarda tutilgan. Qaytadan ta'lim olgim keldi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, o'quvchilar va ish beruvchilarni bir-biri bilan bog'laydigan mehnat bozori maydoni ko'rinishida shakllantiramiz. Assalomu alaykum, Renessans minbari tok-shou efirda bugun ham sizlar bilan muhim bo'lgan mavzulardan birini muhokama qilishga tayyormiz. Bugun shiddat bilan rivojlanayotgan global iqtisodiyot sharoitida mehnat bozorining talablari ham o'zgarib bormoqda. Eskirgan an'anaviy kasblar o'rnini zamonaviy raqamli texnologiyalar va kreativ yondashuvni talab qiluvchi yangi kasblar egallab bormoqda. Biroq tan olib aytishimiz kerak, aksariyat yoshlar maktabni bitirgandan so'ng qaysi kasbni egallashga qiynalishyapti. Ular aynan qaysi yo'ldan yursak, an'anaviy kasblarmi yoki zamonaviy kasblarmi degan bir savol o'rtasida qolyapti. Ishlab chiqaruvchilar, yirik zavod va fabrikalar esa, zamonaviy kompaniyalar esa malakali va tayyor mutaxassislar yetishmayotganligidan aziyat chekmoqda va aynan mana shu masalalarga nuqta qo'yish pallasi yetib kelgan edi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2025-yil 26-dekabrda O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida shunday bir narsani ta'kidlab o'tdilarki, ya'ni mutlaqo yangi zamonaviy arxitekturani yaratish bo'yicha tarixiy tashabbuslar ilgari surildi. Qabul qilinadigan kasblar yo'nalishi bo'yicha tobora o'zgarishlar kuzatilyapti. Endi biz nafaqat ta'lim olishimiz, balki xalqaro darajada tan olinadigan kasblarni egallashimiz mumkin bo'ladi va studiyamizga ekspertlarni taklif etganmiz. Anglaganingizdek, bugun minbarda yoshlarni kasbga tayyorlashning yangi arxitekturasi, Prezident murojaatnomasida ilgari surilgan tashabbuslarni muhokama qilamiz. Assalomu alaykum, barchangizni studiyamizda xush ko'rdik. Yuqorida ta'kidlab o'tdik, ya'ni O'zbekiston xalqiga, ko'p millatli xalqimizga yo'llangan murojaatnomada aynan mana shu yangi arxitekturaga bir urg'u qaratildi va bu bizga kerak degan narsani davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlab o'tdilar va bu nima degani tomoshabinlarimizga aniq bir tushunarli tilda tushuntirib bersak va bu o'z ichiga nimalarni oladi, yoshlarimizga ham ota-onalarimizga ham manfaatli bo'ladigan bir ko'rsatuv bo'lsa yaxshi bo'lardi. Marhamat, kimdan boshlaymiz? Davlat rahbarimizning 16 fevraldagi 26-yildagi 22-qarorlariga asosan kasblar shaharchasi, ya'ni ilg'or kasbiy mahorat texnikumlari faoliyatini yuritamiz. Ilg'or kasbiy mahorat texnikumlarining qurilishi va jihozlanishi mo'ljallangan va har bir ilg'or kasbiy mahorat texnikumlari huzurida kasblar shaharchasi barpo etiladi. Kasblar shaharchasi o'z navbatida yoshlarimizni maktab paytidan boshlab kasbga yo'naltirishda juda katta rol o'ynaydi va ularni to'g'ri tanlov qilishida yordam beradi. Kelajakdagi kasblarni aniqlashda ko'maklashadigan juda katta shaharchalardan biri, malaka oshirish, ko'rish, o'rganish maydonchasiga aylantiriladi. Bu shaharchalar qayerlarda tashkil etilyapti yoki tashkil etilgan? Bular bo'yicha ham bir aniq ma'lumotlar ola olamizmi? Tajriba sinov tariqasida albatta bir sinovdan o'tkazishimiz kerak hududlarda. Albatta to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bugungi kunda respublikamizda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar baravarida kasbiy ta'lim tizimida ham juda ko'plab islohotlar va ustuvor vazifalar belgilanib berilmoqda. Xususan shularning misoli tariqasida 2026-2027 o'quv yilidan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasida Xorazm, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Samarqand hamda Farg'ona viloyatlarida ilg'or kasbiy mahorat texnikumlari, kasblar shaharchalari tashkil etishi va ularning huquqiy asoslari ko'zda tutilgan va nazarda belgilangan. Bundan tashqari o'sha 11-sinf bitiruvchilari orasidan ham oliy ta'limga qiziqish past bo'lgan yoshlarni o'sha kasbga yo'naltirishga xizmat qiladi demak bu platforma. Albatta, to'g'ri ta'kidlab o'tyapsiz. Bu platforma orqali nafaqat o'sha maktab bitiruvchilarini kasbiy ta'lim tashkilotlariga jalb etish, balki o'sha oliy ta'lim bilan bitiruvchilarni qamrab olinmagan qismini keyinchalik kasb hunariga yo'naltirish masalalari ham nazarda tutilgan. Shu o'rinda aytmoqchimanki, biz bitta narsani juda ham yaxshi bilamizki, yoshlar bu mamlakatning kelajagi. Respublikamizda hukumatimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan olib borilayotgan yoshlarga oid davlat siyosati ustuvorlik ahamiyatiga ega bo'lgan bitta yo'nalish hisoblanadi.
mana ta'limni qaysi bir turini olmaylik, bu maktabgacha ta'lim bo'lsin, maktab ta'limi, kasbiy ta'lim, oliy ta'lim, hammasida juda katta islohotlar shu ta'limni rivojlanishiga xizmat qilyapti. Shu jumladan mana 2 yil davomida kasbiy ta'limda ham shunaqa katta islohotlar amalga oshirilish bo'yicha muhtaram prezidentimiz tomonidan farmon va qarorlar e'lon qilindiki, bu qarorlar ertaga kunga bo'lgan kelajagimiz bo'lgan yoshlarni xalqaro miqyosda davlat standartlari, xalqaro standartlarga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qilinyapti va uning tegida o'sha zaminlarini ham va uni omillari ham bu farmonlarda ochib berilgan, qarorlarda, bu hujjatlarda. Endi kasbiy ta'lim sohasiga keladigan bo'lsak, o'zi kasbiy ta'lim nima degan savol tug'iladi. Kasbiy ta'lim bu insonning butun hayoti davomida uning mehnati, undan zavq olish, uni yashashi uchun va baxti, kamolini belgilab beruvchi bitta mezon hisoblanadi kasb. Va mana hozirgi kunda mana oliy ta'lim to'g'risida gapirdingiz. To'g'ri, oliy ta'limda ta'lim olish juda ham yaxshi. Lekin bitta narsani bilishimiz kerakki, biza mana yoshlarimizni shunaqa davrga keldikki, mehnat bozoriga kirib borilyapti va bunda albatta mehnat bozori o'ziga o'sha raqobatdosh bo'ladigan va ertaga o'sha talablarga javob beradigan kadrlarni talab qilyapti. Mana bizadagi hozir ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar hozirgi kunda texnikumlarimizda xalqaro ta'lim ham kirib kelyapti va demak xalqaro ta'limga javob beradigan, xalqaro standartlarga javob beradigan mutaxassislar tayyorlash kasbiy ta'limda yo'lga qo'yilyapti. Yana shu narsani aytishimiz kerakki, oliy ta'limga kirish yaxshi, lekin haligi aytgandek, lekin kasbiy ta'limni o'zini shunaqa qirralari borki, bunda albatta mana shu o'rinda bir nimani aytmoqchimanki, mutafakkirlarimizning fikrlariga qarasak, mana 11-asrda Kaykovus aytgan ediki, ota-ona farzandga ism beradi. Lekin kasb orqali, hunar orqali u o'zini nomini tanitadi deb aytilgan. Albatta shuning uchun ham yoshlarimizni shu kasblarni egallash uchun O'zbekistonda shunaqa muhit yaratilgan hozirgi kunda. Ular shu narsa bilishlari kerakki, ertaga bu hayotda chiroyli yashash uchun bu juda ham katta o'ringa ega. Tan olib aytishimiz kerak, oldinlari o'sha oliy ma'lumotli bo'lmasang, sen hech kimsan degan bir narsa bo'lardi-da yoshlarning xayolida. Bugun esa oliy ma'lumotli bo'lmasdan turib ma'lum bir kasbni egallab, nafaqat ichki bozor, balki tashqi bozorga ham zamonaviy kasblarni egallagan malakali kadr bo'lib yetishi uchun davlatimiz mana shunday muhim bir qadamlarni ilgari suryapti. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerak, aynan mana shu kasblarni egallayotganlarni iqtidorlarni rag'batlantirish ham muhim hisoblanadi va stipendiyalar, nufuzli tanlovlar va soliq imtiyozlari ham hattoki o'sha ish beruvchilarga bir imtiyozlarni taqdim etyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Bular haqida sizdan ma'lumot olsak, marhamat. 2025-yil 23-oktyabrdagi prezidentimizning 316-sonli qarorlari asosida dual ta'limda o'qiyotgan o'quvchilarni eng kam ish haqini 1 baravaridan 3 baravarigacha, ya'ni 412 ming so'mdan 1,2 million so'mgacha stipendiyalar to'lanishi joriy qilindi. 2026-2027 o'quv yilidan boshlab dual ta'limda tahsil olayotgan o'quvchilarga stipendiyalar joriy qilindi. 1 baravarigacha stipendiya oladigan o'quvchilarimiz baholash tizimidan qat'iy nazar har biriga 1 baravarigacha stipendiyalar joriy qilinadi. O'zlashtirishi 85% bo'lgan o'quvchilarimizga 3 baravarigacha, ya'ni 1,2 million so'mgacha stipendiyalar to'lanishi joriy qilindi. Rahmat. Soliq imtiyozlari haqida sizdan ham bir ma'lumot ola olamizmi? Respublikamizda kasb egallayman, shu kasbni o'rganish sirlarini o'rganaman degan inson uchun hozir kasbiy ta'limda hamma sharoit yaratilgan. Barchasi. Ya'ni bu 9-sinfni bitirgan o'quvchiga ham, 11-sinfni bitirgan o'quvchiga ham, uyda o'tirgan o'quvchiga ham, ya'ni mana har xil platformalar mana tashkil qilingan. Keyin yana mana dual ta'lim, ya'ni o'zini ishxonasida ishlab yuribdi va shu bilan birga
u qo'liga o'sha shu kasbi bo'yicha diplom ega bo'lmoqchi, diplomga ega bo'lmoqchi, ya'ni shu mutaxassislikni egallamoqchi. Shuning uchun mana dual ta'lim tizimi kirib keldi. Bu ham Germaniyani tajribasi, xalqaro tajriba va shu demak dual ta'limida o'quvchi 4 kun ta'lim muassasasida o'qiydi. Ta'lim ishlayotgan korxonasida ishlaydi va 2 kun o'qiydi. Dual ta'lim demak ham ishlash, ham bilim olish imkoniyatini beruvchi. Albatta bu juda ham o'zini yaxshi tomonlari bor. Ya'ni bevosita o'sha jarayonda u qatnashadi va o'sha jarayonda amaliyotda nazariy olgan bilimini amaliyotda sinab ko'radi. Shu jarayonning ichiga kira oladi. Endi shuni dual ta'limni rivojlantirish bo'yicha shu dual ta'limda o'qish istagi bo'lgan yoshlarimizga imkoniyatlar yaratish maqsadida mana shu yuqorida aytilgan farmon va qarorlarda shu narsalar ko'rsatilganki, ya'ni ularga demak ish beruvchiga imtiyoz ajratilyapti. Mana shunday imkoniyatlar bor. Bundan tashqari tanlovlar ham joriy qilinyapti. Marhamat. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bugungi kunda yoshlarimizni kasbga bo'lgan qiziqishini, kasbiy ko'nikmalarini oshirish maqsadida muhtaram yurtboshimiz tomonidan bir qator tanlovlar tashkil etilmoqda. Xususan ushbu yilda muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrini uchun yangi O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy mahorat tanlovini o'tkazish nazarda tutilgan. Bu kasbiy mahorat tanlovi bugungi kunda dolzarb bo'lgan 10 ta kasb bo'yicha o'tkazilish nazarda tutilgan. Zamonaviy kasblar. Zamonaviy kasblar, to'g'ri ta'kidladingiz. Bu zamonaviy kasblarga kompyuter grafikasini misol qilishimiz mumkin. Elektromontaj ishlarini yoki bo'lmasa oshpazlik, sartaroshlik, tikuvchilik kabi 10 ga yaqin zamonaviy kasblar bilan tanlov o'tkazish rejalashtirilgan. Bu tanlovlarda asosiy jihati shundan iboratki, hududlar bo'yicha, ya'ni hududlar darajasida 700 nafar sovrindorlar saralab olinadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrini uchun esa kasblar bo'yicha jami 120 ta sovrindorlar aniqlanib, sovrindorlarning har biriga raqamlarga e'tibor bering, 4.9 milliondan 41.2 million so'mgacha miqdorda rag'batlantirish nazarda tutilgan. O'ylaymizki, bunaqangi rag'batlantirishlarning zamirida bizni farzandlarimizni, yoshlarimizni kasbga bo'lgan qiziqishini, vatanga bo'lgan muhabbatini hamda ota-onasini farzandi uchun, kelajagi uchun ajratayotgan sarmoyasini nima deydi, mezoni sifatida qarasak bo'ladi. Yana bir muhim jihat shundan iboratki, respublika miqyosida g'olib bo'lgan farzandlarimiz, bitiruvchilarimiz, o'quvchilarimizni xalqaro olimpiadalarga, xalqaro tanlovlarga tanlash va saralash ishlari amalga oshiriladi. Agar xalqaro tanlovlarda g'olib bo'ladigan bo'lsa, 1 milliard so'mgacha, qarang, 1 milliard so'mgacha miqdorda rag'batlantirish nazarda tutilgan. O'ylaymanki, bunday tizim, bunday jarayon hali boshqa respublikalarda yoki boshqa yurtlarda eshitmaganmiz. Faqat imkoniyatlardan foydalanish kerak. Albatta, faqatgina o'quvchilarimiz imkoniyatlardan foydalanish kerak, kasbiy kompetensiyalarni oshirish kerak. Endi kasbiy ta'limning sifati borasida bevosita gap ketganda, o'sha boshqaruv tizimidagi bog'liqlikni ham inobatga olish kerak. Ya'ni xodimlarni, rahbarlarni malakasini oshirish borasida ham bir yaxshi tashabbuslar ilgari surilyaptimi? Bular haqida ham ma'lumot bersangiz. Albatta. Boshqaruv tizimida texnik direktorlar va ularning o'rinbosarlari menejerlik sertifikatini berish tartibini joriy qilamiz. Texnikum direktorlari o'zlarini bilimlarini baholash va ularga beriladigan sertifikat shuni orqasidan texnikumlar o'zini self assessment deymiz, o'zini baholash tizimlarini, xalqaro standartlar, hozirgi kunda xalqaro Darya platformalari va shunga o'xshash tizimlar yordamida texnikumlar o'zini malakasini oshirib, o'zini baholab, o'z ustida ishlaganlari uchun bizni hozirgi kunda mana umumiy hisobda 600 nafardan ortiq rahbar va o'rinbosarlari uchun menejerlik sertifikatiga ega direktorlarga 50% va o'rinbosarlariga 30% kamida miqdorida har oylik ustamalar qo'shimchasi beriladi. Ustamalar beriladi demak. Bundan tashqari ta'lim dasturi to'liq xalqaro andozalarga ham moslashtirilgan deb ma'lumotlar berishdi bizga. Marhamat. Bizda Shayxontohur tuman texnikumimizda xalqaro hamkorlik doirasida Xitoy davlatini Anxuy suv xo'jaligi va muqobil energiya kolleji bilan memorandumlar tuzilgan. Bu borada 2025-yil dekabr oyida texnikumimizdan 5 nafar ta'lim ustalari malaka oshirib qaytishdi. Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish yo'nalishi bo'yicha
bizada xalqaro hamkorlik doirasida yangi elektr vositalari ustaxonasi Xitoy O'zbekiston ustaxonasi joriy etildi hamda malaka oshirish jarayonida o'sha bizga berilgan elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va diagnostikalash jihozini ishlatishi bizni o'sha ta'lim ustalarimiz malaka oshirish jarayonida o'rganib qaytishdi. Shu yerda to'g'ri ta'kidladingiz. Bu yerda xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etilishidan asosiy maqsad qilib yana bir narsani aytishimiz mumkin. Bugungi kunda ko'plab yoshlarimiz migratsiya masalalarida aniq ma'lumotga ham ega emas va huquqiy savodxonligi past. Xalqaro ta'lim dasturlari joriy etilayotgan kasbiy ta'lim tashkilotlarida birinchi o'rinda yoshlarni huquqiy savodxonligini oshirish. U agar ish izlab yoki ma'lum bir kasb mutaxassisga ega bo'lmasdan boshqa davlatga borib ishlashini boyagi imkoniyatlarini oshirish. Ya'ni qaysi kasbiy ta'lim muassasasida qaysi soha kasb bo'yicha xalqaro ta'lim dasturi joriy etilgan bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha o'quvchimiz shu migratsiya masalalarida ham huquqiy savodxonligi oshadi va migratsiya masalalarida o'quvchini chet elga borib faoliyat yuritish jarayoni tizimli ravishda raqamlashtiriladi va huquqiy asoslar hisobiga yuboriladi. Bu esa kelajakda yoshlarni turli xil yo'llarga kirib qolmasligini, qolaversa o'z yo'lini to'g'ri topib, to'g'ri kasb hisobiga nima deydi, doimiy maosh olish yo'llarini ta'minlab keladi. Shu barabarida hamkasbni to'g'rilab ta'kidlab o'tdi. Bizning Toshkent transport texnikumida ham xalqaro dastur loyihalari bo'yicha bir nechta ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan Xitoyning Chunsun muhandislik kasblari maktabi bilan hamkorlikda telekommunikatsiya sohalariga xizmat ko'rsatish kasbi bo'yicha o'quv ustaxonasi 2025-yilda ochildi. Bu ustaxonamizning loyiha dasturlari bo'yicha 26-27 o'quv yilidan 2+2 formatida, ya'ni 2 yil O'zbekistonda, 2 yil Xitoyda ta'lim olish bo'yicha o'quv dasturlari ishlab chiqilmoqda. Yutuqli tarafi shundaki, bu ustaxonadagi barcha zarur laboratoriya va ustaxona jihozlarini hamkor tashkilot sifatida Xitoy Xalq Respublikasi tomonidan ustaxona jihozlanishi nazarda tutilgan. Va yoshlar ham buni yaxshi qabul qilib o'rganishyapti demak. Albatta, yoshlarimizga bu manzur keladi, chunki bugungi kunda zamonaviy rivojlanib borilayotgan kasb egalari bo'lib chiqish har bir yoshning maqsadi va orzusi deb o'ylayman. Bu yoshlarni kasbga qiziqtirish, ularda motivatsiya uyg'otish uchun barcha imkoniyatlar mavjudligini inobatga olishimiz kerak. Bundan tashqari davlatimiz faqatgina yoshlar bilan cheklanib qolmayapti. Bugun ishsiz bo'lgan, o'sha ijtimoiy reyestrda turgan fuqarolarni rag'batlantirish uchun ham alohida vaucherlar tashkil qilinyapti. Bular haqida ham ma'lumot ola olamizmi? Umuman olganda 400 ming nafardan ortiq band bo'lmagan shaxslarni va kambag'al oilalarda yo ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar uchun vaucher tizim asosida bandlikka ko'maklashish jamg'armasi mablag'lari hisobidan qo'shimcha o'qitishga imtiyozlar beriladi. Demak, kasb hunar, til o'rganish bular albatta qiziqishi bor, lekin oilaviy sharoiti deymiz, mana ijtimoiy reyestrga kiritilgan, nogironligi bor, kambag'allik ro'yxatiga kiritilgan shaxslar uchun davlatimiz huzuridagi bandlikka ko'maklashish jamg'armasi mablag'lari hisobidan ularga sharoitlar, imkoniyatlar, ta'lim olish uchun, kasb o'rganish uchun imkoniyatlar yaratiladi. Hattoki uydan chiqmasdan turib ham kasb o'rganish mumkin ekan. Aynan kasbiy rivojlanish platformasi orqali 100 dan ortiq kasblarni video darsliklar shaklida yaratishgan ekan va aynan mana shular orqali ham siz bepul kasblarni, istalgan kasblarni, zamonaviy kasblarni egallashingiz mumkin bo'ladi. Yana bir savol borki, bugun o'sha zamonaviy kasblarga yoshlarning qiziqishi qanday bo'lyapti? Ular qanchalik bu o'zgarishlarni qabul qilyapti? Ya'ni yo'q, men oliy ta'limga kirishim kerak degan bir tasavvur bilan, bu ham kerak albatta, lekin kasb hunarli bo'lsa ham bugun jamiyatda o'z o'rnini mustahkam egallab borayotgan yoshlarimiz borda. Xorijiy davlatlarga mana yuqorida ta'kidlab o'tdi ekspertlarimiz, o'sha yo'llanma olish, xalqaro darajadagi sertifikatlar, hattoki stipendiyalar joriy qilinganligi, bulardan qanchalik yoshlar minnatdor va yaxshi qabul qilishyapti bu yangiliklarni? Hozirgi kunda ish beruvchi bilan ta'lim muassasasini hamkorligini shunday uzviy bog'lanib qo'yilyaptiki, mana ta'lim muassasasiga, texnikumga o'qishga kirgan, demak, o'quvchi albatta u o'zini qiziqishi orqali uni birov zo'rlab olib kelib qo'ymaydi. Kamdan kam holatda hozirgi kunda yoshlarimizni bilasiz, ular o'ziga javob bera oladigan o'sha keladi va bevosita ish beruvchi korxonalar bilan hamkorlik natijasida
ularni amaliyotlari o'sha korxonalarda tashkil qilinyapti. O'quv amaliyotlari ta'lim muassasasida bevosita ular uchun o'sha jihozlarda, o'sha ustaxonalarda tashkil qilinyaptiki, ular o'zlari tomonidan demak tayyorlangan o'sha mahsulotlarni yoki o'sha ishlab chiqarishga doir bo'lgan o'shalarda tayyorlash mexanizmlarini bevosita o'zlarini qo'llari bilan o'sha stanoklar yordamida, o'sha texnologiyalar yordamida yoki mana oshpazlik yo'nalishi bor, tikuvchilik yo'nalishi bor, o'zlarini demak mehnatlari orqali shu narsani qilib, yana ham kasbga bo'lgan qiziqishlari ortayapti. Dual ta'limning joriy qilinishi qaysidir ma'noda kutilgan bir yangilik bo'ldi deyishimiz mumkin, chunki ko'plab yoshi ulug' insonlarimiz yoki yoshi katta mutaxassislarimiz ham ishlab, ham o'qishda qiynalishganda, bugun esa ikkalasini baravar olib ketish imkoniyati yaratildi. Sizning o'sha ta'lim dargohingizda yangiliklar qanday bo'lyapti? Yuqorida biz mana mutaxassisimiz ta'kidlab o'tdilar, laboratoriyalar tashkil etildi xalqaro darajadagi va sizdan ham tinglasak, marhamat. Bizani ta'lim muassasamizda Shayxontohur tuman texnikumida 1300 ga yaqin yoshlar tahsil oladi. Shundan 40%, ya'ni 520 nafari dual ta'limda, 5 ta mutaxassislik bo'yicha o'quvchilar tahsil oladi. Avtomobillar texnik xizmat ko'rsatish, tikuvchilikda andoza tayyorlash, yoqilg'i quyish shoxobchalari operatori yo'nalishlari bo'yicha jami 520 nafar o'quvchi yoshlar dual ta'lim yo'nalishi bo'yicha tahsil olib kelishadi. Bularni o'quv dasturlari modulli tizimda joriy qilingan dasturlari. O'sha dasturda ish beruvchi korxona va tashkilotlar bilan 4 kun korxona va tashkilotlarda, 2 kun ta'lim muassasalarida darslari tashkil qilingan. Toshkent shahridagi o'sha yirik ish beruvchi korxona va tashkilotlar bilan hamkorlik shartnomalari tuzilgan bo'lib, ularni bitiruvchilarni o'sha dual ta'limda o'qiyotgan hamda bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash jarayonida hozir o'sha prezidentimizning chiqargan qarorlari asosida bitiruvchilarni ishga qabul qilgan tadbirkorlarga o'sha o'quvchilarga, o'sha ishchilarga to'lanadigan soliq stavkasini 1%ni 2030-yilga qadar uzaytirildi. Bu texnikum bilan o'sha ish beruvchi korxonalarning o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash yo'lida samarali ishlar olib borilyapti. 26-27 o'quv yilidan boshlab biza onlayn platforma integratsiya qilamiz. Ya'ni onlayn platformamizda texnikumlarni bitirib chiqqan o'quvchilar va ish beruvchilarni bir-biri bilan bevosita bog'laydigan mehnat bozori maydoni ko'rinishida shakllantiramiz. Demak, ish beruvchi ham yoki boshqalar ham sarsongarchilik bo'lmaydi deyman. Albatta. Shuncha o'qilgan, shuncha olingan bilimlarning tajribalari ertaga texnikum bitiruvchilari bizni ish bilan ta'minlana olamizmi? Mehnat bozorida bizga talab bormi, yo'qmi degan savollar bilan o'zligini band qilishmaydi. Aks holda tayyor mehnat bozori maydoni deymiz hozirgi birinchi bosqichda mahalliy va qolaversa kelajakda albatta xorijiy mehnat bozorini ham biza shu platformaga joriy qilishni rejalashtirib qo'yganmiz. Qachondan joriy qilinishi kutilyapti? 26-27 o'quv yilidan boshlab bu platforma joriy qilinadi. Ya'ni texnikum bitiruvchilari o'zligi qiziqqan, o'zligi bilim olgan sohalar bo'yicha mehnat bozori to'g'risida to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotga ega bo'lishadi hamda bitirib chiqqandan keyin ishga joylash masalalari ham juda oson yechim topadi. Demak, men tayyor mutaxassis bo'ladigan bo'lsam, u yerda arizamni qoldiraman va ishlab chiqaruvchi korxonami, tashkilotmi, kim bo'lsa, ularga agar men kerak bo'ladigan bo'lsam, o'zlari suhbat asosida aynan mana shu platformada topib olishlari mumkin bo'ladi. Marhamat, qo'shimcha. Men qo'shimcha qilib dual ta'limga aytmoqchi edim. Mana masalan, shu bizning Toshkent pedagogika texnikumida, bu Toshkent shahrida pedagogika texnikumi o'zi bitta, maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tayyorlanishi bo'yicha. Mana hozir bilasiz, maktabgacha ta'lim sohasida juda katta islohotlar amalga oshirilgan. Maktabgacha ta'limni davlat ta'lim muassasalari, nodavlat ta'lim tashkilotlari, demak, oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat olib boryapti. Va bu yerga albatta ayniqsa bolajonlarimizni
kelajakda yaxshi bo'lishi uchun o'sha maktabgacha ta'limdagi berilgan, maktabgacha yoshdagi berilgan ta'lim juda kam katta ahamiyatga ega va albatta bu yerda o'sha mutaxassislar ishlashi kerak va hozirgi kunda o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi yordamchisi bo'lib ishlayotgan xodimlar bor. Va shu xodimlar mana haligi aytganingizdek qachonlardir ular shu oilaviy sharoiti yoki farzandlik bo'lgan munosabati bilan yoki yoshi katta bo'lib qolganmi de shu kasb olisha olmagan, mutaxassislikni olisha olmagan va mana ular hozirgi kunda demak maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi yordamchisi bo'lib ishlaydi. Ya'ni 4 kun o'sha yerda ishlaydi va 2 kun bizani Toshkent pedagogika texnikumiga kelib, bu yerda 2 yil o'qiydi, dual ta'limda o'qishi mumkin yoki kunduzgi ta'limda o'qishi mumkin. Ta'lim shaklini o'zi tanlab oladi va shu yerda bevosita demak tashkilot bilan ta'lim muassasasini o'rtasida ikkalovi uzviy bog'lanib va o'sha tarbiyachi diplomiga ega bo'ladi. Kasbiy tayyorgarlikning yangi arxitekturasi haqida gap ketdi hozir aynan suhbat davomida va yaratilgan imkoniyatlar va umuman onlayn, offlayn har bir shaklda ta'lim olish imkoniyati mavjud bo'lar ekan, qaytadan ta'lim olgim keldi, to'g'risini aytadigan bo'lsam va xulosa qilib aytganda Prezident Shavkat Mirziyoyevning aynan murojaatnomada ilgari surgan, bugungi kunda real hayotga tatbiq etilayotgan aynan mana shunday yangi arxitekturasi bu shunchaki ta'limning yana bir ko'rinishdagi bir islohotda emas, balki hayotga tatbiq etilayotgan insonlarning dunyoqarashini, hayotini o'zgartirishga xizmat qilayotgan strategik hujjat bo'lib muhrlanmoqda. Bugun xalqaro darajadagi kadrlarni tayyorlash haqida gap ketar ekan, ularni til malakasini ham inobatga olishimiz kerak albatta. An'anaviy darslardan voz kechilish kerak, zamonaviy metodlar orqali dars usullari joriy qilinishi kerak. Bu borada qanday yangiliklar bor bizda? Til o'rganish masalasi dolzarb masalalardan bo'lib turibdi. Mana texnikumga kirib, 9-sinf bitirib kelgan yoshlarimiz ichida ham juda ham ko'p til bo'yicha sertifikatga ega bo'lgan yoshlarimiz ham bor ichida. Lekin yana shu narsani aytishimiz kerakki, kasbiy ta'lim tizimiga olib kirilayotgan xalqaro hamkorlik, xalqaro ta'lim dasturlari bu ertaga demak o'sha xalqaro miqyosda raqobatlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlab beradi. Albatta bu mutaxassislar tilni bilish kerak, xorijiy tilni. Ertaga ular o'sha xalqaro miqyosda o'sha davlatlarda ham faoliyat olib borishi mumkin yoki hamkorlikda o'sha til orqali munosabatga kirishib, demak ishlarni olib borishi mumkin. Shuni e'tirof etishim kerakki, lekin hech qachon bunaqa narsa bo'lmagan edi. Hozirgi kunda mana bizani Toshkent pedagogika texnikumimizda bu ko'pgina ta'lim muassasalarida shu narsa joriy etilgan, xorijiy mutaxassislar berilgan. Koreyadan kelgan xorijiy til bo'yicha mutaxassislar kelib, bu bepul va millatimizning farzandlari uchun davlatimiz tomonidan bepul demak bular kelib o'sha yerda xorijiy mutaxassislar mana xorijiy tillarni o'rgatyapti. Masalan, men bizani texnikumimizda, Toshkent pedagogika texnikumimizda Koreyadan kelgan mutaxassis demak bolalarimizga, o'quvchilarimizga koreys tili bo'yicha demak saboq beryapti. Shunisini aytishimiz kerakki, mana ularning tashkilotidan ham demak mutaxassislari keldi va o'quvchilarimiz bemalol koreys tilida muloqot qilyapti-da. Bu juda ham xursand bo'ladigan holat, chunki ichida o'sha ijtimoiy holatdan shu haligi bolalarini repetitorga bera olmaydigan oilalarimiz ham bor. Ana shu farzandlar kelib bemalol shu yerda koreys mutaxassis tomonidan yuqori saviyadagi demak shu til o'rganish bo'yicha saboqlarni olishyapti. Rahmat ma'lumotlar uchun. Har bir yoshning ta'lim olishi uchun davlat ko'maklashyapti, pul ajratyapti va xalqaro darajadagi imkoniyatlar yaratib berilyapti. Sizdan talab qilingani esa bu imkoniyatlardan unumli foydalanish va jamiyatda o'zingiz istagan kasblarni egallashda zamin yaratmoqda. Siz esa Renessans minbari tok-showsini tomosha qildingiz. Dushanbadan jumaga qadar mana shunday muhim bo'lgan mavzularni muhokama qilishga doimo tayyormiz. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.